Akalar assalomu alaykum. Mana chegara bu yoqdan xudo xolasa mana devorlarni ko'tarib qo'yishyapti. Mana shu ko'rib turgan joy 6 sotuvli joy. Xullas arzon narxda kepak narxda qo'yishyapti. Bitta laykni bosing, videoni obzor qilib tushuntirib beraman, narxini oxirida aytaman. Boshqa yo'l qolas. Manzil Toshkent viloyati Piskent tumani Akmal Ikromov Lola Ariq MFida joylashgan. Xullas mana ko'rib turgan joyingiz. Mana bu yog'iga 2 xona dokument uchun qurib qo'yishgan. Bu yoq hojatxonaga, bu yoq hammomga tashab ketishgan mana. Bu yog'iga mana bittagina xona qilib qo'yishgan. U 360 gradusli kameralar ham qo'yib qo'yishgan, qarang. Mana bu yog'i chegara. Chegaradan bu yog'i xudo xolasa sizga nasib qiladi. Sizga tegishli bo'ladi. Kadastr dokumentlari, egalik huquqlari, hamma narsasi joy-joyida. O'zingizning nomingizga rasmiylashtirib o'tkazib olsangiz bo'ladi. Ol sotuvli joy, bahavo joylar, dacha qilishga zo'r joylar. O'zingiz mana shu yerda dam olib, miyani xotirjam dam oltiradigan joylar. Mendan poyezd yo'lam o'tayotgan ekan. Yaxshi joylar menimcha. Chorva qilishga, dam olishga yaxshi joy. Men tashqi tomondan ham yana bitta ko'rsataman. Mana bahavo ochiq joylar. Mana bu yoqdan chegara, mana masjidgacha bu tomon sizga tegishli bo'ladi, xudo xolasa. Bitta laykni bosgan bo'lsangiz, hozir narxini ham aytaymi? 10 ming so'rashyapti. Yana o'tib beradigan, baraka qiladigan, savdolashadigan joyi bor ekan. Bitta laykni bosgan bo'lsangiz, mana shu joylar sizga nasib qilsin.